Vatan himoyachisi ongu tafakkurida o'zgarishlar hamda vatan taqdiri uchun mas'uliyat hissi kuchini oshirish mavzusida o'tkazilgan davra suhbatida Nukus harbiy tergovchisi katta leytenant Farid Hasanov, O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi a'zosi Tileyuxan Shamyukova va Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq ta'lim a'zosi Gulyash Zamirova, Taxiyatosh tumani Nuroniylar jamg'armasi raisi Amin Ersaidov, shuningdek harbiy qism ofitser va kursantlari ishtirok etdi. Tadbir avvalida so'zga chiqqanlar mamlakatimiz mudofaa qudratini mustahkamlash, qurolli kuchlarimizning jangovar salohiyatini yuksaltirish, professional milliy armiyani shakllantirish orqali davlat xavfsizligi va chegaralarimiz daxlsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida to'xtaldi. Ta'kidlab o'tilganidek, hozirgi sharoitda yoshlarning harbiy vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash ustuvor vazifalardan biridir. Yoshlarni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ular qalbiga vatan himoyasi sharafli va muqaddas burch ekanini chuqur singdirishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab berildi. Shundan kelib chiqib, kursant yoshlarning professional bilim va mahoratini yuksaltirish, ta'lim jarayoniga harbiy vatanparvarlik va ma'naviy axloqiy tarbiyaning ta'sirchan mexanizmlarini tatbiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati jihati shundaki, uchrashuvlarda ishtirok etgan yoshlar keksa avlod vakillarining hayotiy tajribalaridan o'rnak olishsa, o'z kelajaklarining poydevonlarini mustahkamlashga asos bo'ladi. Uchrashuvda so'z yuritganlar hozirgi tinchlik, osoyishtalik davrda yashayotgan yoshlarimizga bunday jannatmakon yurtda yashayotganliklari oliy ne'mat ekanligini aytib, yoshlarga kuch va g'ayrat, shijoat tiladilar. Shuningdek, tadbir davomida korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusidagi videoroliklar ham namoyish etildi. Bugungi yangi O'zbekiston armiyasi vatan tayanchi, xalqimiz faxri mavzusi doirasida Taxiyatosh tumanida joylashgan Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismda tadbir o'tkazildi. Ushbu tadbirdan asosiy ko'zlangan maqsad yaqinda Oliy bosh qo'mondonimiz Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan Xavfsizlik kengashida belgilab bergan vazifalarni joylarda ijrosini ta'minlash maqsad qilib ko'zlangan. Ya'ni ushbu yig'ilishda yoshlarimizni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ulardagi vatanga bo'lgan mehrni, yurtni sevishni va uni qadrlashni, harbiy xizmatchilarni hayotini yaqindan tanishtirish asosiy maqsad qilib ko'zlangan. Ushbu tadbirda faxriylarimiz, tuman madaniyat markazi xodimlari, shuningdek boshqa mutasaddi tashkilot va idoralardan vakillar qatnashib, o'zlarini yoshlarga bo'lgan hayotiy saboqlaridan tushunchalar va ma'lumotlar berib o'tishdi. Ushbu tadbirdan asosiy ko'zlangan maqsadga ozgincha bo'lsa ham erishdik deb hisoblaymiz. Bu kabi tadbirlar yanada davom etadi.